Assalomu alaykum mening istaluvchilarim. Shunaqangi chiroyli ko'ylachalarni tikib, ayam operatsiyadan oldingi bo'ladigan mendosmotrga jo'natdim. Ularni jo'natib, o'zim esa anchadan beri tozalashim kerak deb yurgan kladovkamni tozalashga qaror qildim. Ishimni bittagina o'g'lim uchun 88 ta oldirgan kolyaskalarimni tashqariga olib chiqishdan boshladim. Ularni yuvishga qaror qildim. Chunki Do'dbek katta bo'lib, o'sha kolyaskaga o'tirmayapti. Bog'chaga ham o'zi yurib ketyapti. Mana shu eski to'shalarni oftoga olib chiqib, bir qator ishirib, keyin joyiga taklab qo'ydim. Bu jarayonni videoga olish esimdan chiqibdi. Keyin esa Oridan qilgan kompot varinalarimizlarga maqtanib, oshxonadan kladovkaga tashidim. Orada shunaqa tuzlangan bodring ham chiqib turadi. Kimga kerak bo'lsa, aytaverasizlar, dastavka qilaveramiz. Endi navbat shkafdagi kerak emas narsalarni tashlab, kerakli narsalarni sarbal joylab, shu sariq kasulkadaman makaron, guruchlarni saqlayman. Qishni g'amini yozda yeydiganlaridek, men qishki zaxiralarimni, ya'ni sharbatlarimni birin-ketin taklashdan boshladim. Orili kompot, gilosli kompotlarning ustini qalinroq mato bilan berkitib chiqdim. Chunki kladovkamizga quyosh tushib turadi. Orili sharbatlarning rangi qorayib ketish ehtimoli katta. Keyin shu xolodilnikni ham sortirovka qilib, yaxshilab artib, suvlarni sepib, shipirib qo'ydim. Agar videoim sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlarda fikringizni yozib ketishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi qismlarda 88 ta kolyaskani qanday qilib yuvib chiqqanimni ko'rsataman.